Hammaga salom do'stlar. Ushbu videomiz Yangiqo'rg'on shahridan olinyapti. Kadr ko'rib o'tishlaring mumkin. Oxirigacha tomosha qilasizlar degan umiddaman. Birma-bir tanishtirib o'tib ketaman, Xudo xohlasa. Birinchi o'rinda endi Yangiqo'rg'onni mana bog'ini olib o'tib ketyapmiz. Meriya park. Bu yer bolalar, yosh kattalar uchun mo'ljallangan, juda ham katta. Chus, Namangan Chus istirohat bog'i bilan ashti bir xil kattaligi. Lekin Chusdaqa nimani bermaydi. Gapi Chus boshqacha. Chunki biz yoshligimizda aylangan ham o'sha Chusga borardik. Hozir ham boramiz pashti. Ko'ngil yoshlaydi-yu. O'g'lim bilan mana sekin yuribmiz. Yangiqo'rg'onda qarama-qarshi tomondan o'tib ketamiz endi. Bundan oldingi videomizda Bag'doddan kelishdi. Ya'ni Jidaldan chiqib videoga oldik. Endi bu videomiz Yangiqo'rg'onda o'sha bog'ning yonidan boshlab ketyapmiz. Bundan oldingi videomizda ovoz jindak xira edi, mikrofon yo'q edi. Xudo xolasa mana sekin bozorning oldiga kirdik. Bozorda oldi mana. Peshobod nimaga umuman qarash yo'q. Odamlar endi bozorga kirib ketish xohlaydi. Tezroq. Ha, turaverim. Mana ko'chat bozorlar raza o'ziga chiqdi. Gul ko'chat. Urug'chilik boshlandi rosa. Ayollar ko'chatga pomidor ko'chat, bodring ko'chat, bolgarskiy, shunaqa qalampir hamma boshlaydi ekishda. Mana bozorda oldi darvozasi, mana shu yerda dehqon bozori, kiyim-kechak bozori, yarmarkada u yo'lning narigi yuzida. Quruq yonida jome masjidi ham bor. Makro magazin mana shu yerga tushdi. To'xtadi faoliyatini. Kiyim-kechak do'kon tushgan endi uning o'rniga. Mana bu akalar ham ko'chatda bor. Pomidor, bodring, qalampir. Uyga borishmay katta endi. Qishloq sharoit shuda. Do'mda yashaganlar gapi. Hamma yo'g'ida pulga sotib oladi. Yangiqo'rg'onni ko'rgan. Bitta mana apteka, telefon magazin, paynet, hamma yo'q bor. Endi bitta narsani yetish kerak. Sonyapani araq magazin ham chetda. Bu ichimga qiziqmiz. Misol obunachilar uchun tengi o'ylab qiziqmiz. Chunki $2 yo'q bo'lsa kerak. Imkon magazin. Ishonch, imkon magazinlar ham ko'p deydi. Kommentariyada yozib o'tib ketasizlar, qaysi viloyatdansiz, qayerga borib video oling, qayerda ko'rsating bundan keyin videomizda. Yozib o'tib ketaverasizlar. Qo'ldan kelgancha harakat qilib, iloji bo'lsa borib ko'rsatib, tanishtirib beramiz. Endi bu kanalda yurgizishni boshladik. Podpiska, like, kommentar bilan o'rniga yozib o'tib ketaverasizlar. Xudo xolasa mana Yangiqo'rg'onda shaharchasini ko'rsatib o'tdik. Bundan keyin ham boshqa joylarda, Bag'dodda, boshqa joylarda, o'zimizning qishlog'ida ko'rsatib o'tib ketamiz. Biz ham endi oddiy joylar, qishloqda bo'lasimiz. Kommentda o'z fikrlaringizni yozib, like bosib, qo'llab-quvvatlab turaverasizlar, Xudo xolasa. Bundan keyin videolarimiz ham qiziq bo'ladi.